Bu programmaning tajdorligini rayonimiz iqtisod sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Aylin Az guruhi o'z ustiga olgan. Ko'rayotganinglar rayonimizdagi Bayraktar korxona Şinjan Aylin Az guruhi alayda planlab yo'lga qo'ygan. Shundoqla tajdorligini o'z ustiga olgan manzil istirohat programmasi. Bu dezinfeksiya mashinasini ishxona, oila, yasli, avtobus, taksi qatorliq joylarning hammasida ishlatishga bo'ladigan bo'lib, virus o'ldirish va dezinfeksiya qilish nisbati 99% ga yetadi. Aylin Az guruhimiz ham shu havo saqlashtirish uskunasini bozorga silish holatda buni biz eng qulayli holatda ishlab chiqardik. Qarab aytdingmi? Shu yerda nima debchi? Bu muy saqlashtirish uskunasi. Ko'pchilik yaxshimisizlar, men riyosatchi Nurali Hasan bo'laman. Qaynoq shaharniki shovqin-suron muhitida yashayotgan biz bir narsa qadriga intayin yetib deb o'ylayman. U bo'lsa-mu sap havo. Shunaqmi? Men hozir shu sap havodan erkin nafaslanish uchun shahar sirtidagi manzillik joylarga qarab ketib boraman. Ko'rayotganinglar rayonimizdagi Bayraktar korxona Şinjan Aylin Az guruhi alayda planlab yo'lga qo'ygan. Shundoqla tajdorligini o'z ustiga olgan manzil istirohat programmasi. Şinjan korxonalarining oldingi qatoridagi katta namoyanda Aylin Ordisi uy-mulk taraqqiyot cheklash shirkati. Aylin Ordisi uy-mulk taraqqiyot cheklash shirkati uy-mulk bo'yicha yer elish, mablag' selish, planlab loyihalash, qurilish selish, setib chiqarish, setishdan keyingi lozimat qatorliq keliblaşgan zanjirsimon tijorat doirasini yo'l qo'ydi. Aylin Ordisida hayotning huzurini surib, Şinjan Aylin Az guruhi Aylin Ordisi uy-mulk taraqqiyot cheklash shirkati. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planetda. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarining ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planetda qayerda siz desa, men planetda der. Aylin Az guruhi plan musiqali taomlar restorani. Görümellerimiz özanlamı görüyorlar. Ben sap hava izlep moşaylarga chiqqanim bilan boshqa kishilar bo'lsa mashinasida o'tiriblam sap havoda nafaslanayotganda qildi. Shu topda men keyinimga qaytib mushu ishlardan bir xabardor bo'lg'im kelyapti. Chunki ekran oldidagi bir jup qora ko'zlar mening qanday xabar berishimni kutyapti. Jamiyatning ushqandek taraqqiyotiga ergishib, har xil sanoat gazlari va radiatsiyalik ta'sir kishilarning salomatligi uchun yoshurun xavf paydo qilmoqda. Havosi sap bo'lmagan muhitda xizmat qilish va turmush kechirish kishilarga oz bo'lmagan aks ta'sirlarni elib keladigan bo'lib, har xil yuqumli kasalliklarni tarqitish bilan bir vaqtda bosh og'rish, diqqatini yig'olmaslik, cho'ng miya sog'lomligiga ta'sirga uchrash, har xil nafas yo'li kasalliklari qatorliqlarni keltirib chiqaradi. Xo'sh, ekranda ko'rmalarimiz hammanglar ko'rib turibsizlar. Abaytida yoqi men mashina to'xtatib, pastga tushib mundali qarsam, necha mashina ko'zim chiqib qoldi. Mashinaning bo'libmi mashinaning oldiga o'rnatilgan kichik yumaloq bir kichik asbob ko'zim chiqib qoldi. Bu nima narsa deb hayronlik ilkida turib olsam, ko'chadagi ma'lum nurg'un kishilarningki bo'yniga bo'labqa desa bo'labqaga toza o'xshamaydigan bir narsani esib olganligini bayqadim. Endi bu narsa zodi nima narsa? Nemish kishilar buni bo'yniga esib oladi, biz nemish osmaymiz.
Men mushu narsani o'ylab kasbiy kesilim qo'zg'alib, hozir shu kishilarning keyinda iz qo'g'lab bir ziyorat qilib boqqim kelyotidi-yu, lekin qandoq bo'ladi deb o'ylab qoldim. Mencha ekran oldidagi nurg'un ko'rmalarimiz bak qiziqyapsizlar deyman. Agar qiziqsangiz, davomli diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men manzil programmasidan bilaman. Mushu bo'yningizga esib olgan nima narsadir bu? Bu shu 1 kvadrat ichidagi havo saqlashtirish uskunasi. Bu rost foydasi hamki buniki? Foydasi borki, buni mashinalarda tamoy chekimiz odatda. Tamoy chekkanda uyning ichidagi har xil bakteriyalar bo'lsin, har xil narsalarda havoni saqlaydigan bakteriya o'tirish unum bor ekan bu. Istak hamma narsani yo'qotadilar bu. Tamoy cheksak, yerni ichishning hojati yo'q. Havoni tabiiylam o'z islan sumirib akirktirgan. Rahmat sizga. Avar qildik, rahmat. Ey yigitlar, yaxshimisizlar? Yaxshi tadonlarmi? Biz bu yerda bir narsa suratga olayotgan. Bunda qarasak, ishqonlarning bo'yninglarga asqan mana sal diqqat tortib qoldi-ku, bu nimada deb siz taqamabsiz ekan. Yo'q. Bu nima narsa? Muhit saqlashtirish uskunasi bo'ldi hisobda. Bu yag'in gapib qoldi deyman. Buni isosanlar qandaysiga miyadagi muhitlarni unda saqlashtirish. Bu yangi chiqqan narsalar. Shu odatda atrofimizda 1 pinfon doiradagi masalan bakteriyalar bilan mikroblar bilan havoni saqlashtirish rolini o'taydi. Mana mayli hozirgi masalan mashinaga otqanlarmi masalan tez tamahallarning ichidagi ba'zan bir ommaviy sorundagi istiftaklar bo'lsin, ayrim muhitdagi ba'zan havodagi ko'z ko'rmaydigan mikroblar bilan ashlarni sumirilish iqtidoriga ega endi. O'tma hozirgidek yuqum mazgillarda o'pkaga nisbatan foydali yer bor-da. Bu 1 kvadrat atrofni mana shu tozalay oladi ekanda, unda bo'lsa. Tushunish bo'ldi. Rahmat, vaqtinglarni olib qo'ydik. Rahmat sizga. Ma'qul. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar, ziyoratimiz davomlashmoqda. Bugungi ziyoratimiz sap havoninki bizning yashayotgan shu muhitimizga ko'rsatgan ta'siriniki intayin muhimlik haqida elib berilyotdi. Sap havo sog'lomlikning asosi. Oksigen bo'lsa, hayotlikning manbasi deb aytaymiz, shundaqmi? Bu vaqtdagi mazmunlar qiziqsangiz, davomli diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Ben o yolda ketayotgan qarasam nechadan taqib ekan. Havo saqlashtirish uskunasida biz aylanaz guroyinga kirgan. Aylanaz guroyiniki ma bu? Ajab xumoy ekanman taxe. Buni amsa aylanaz guroyga berib olamdoq. Men shu aylanaz guroyiniki turib bilimning mas'uli texnik tafsirlik bilmoqchi bo'lsangiz, men shu aylanaz guroyini. Qanday olamda yaxshimi? Tafsirlik tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Mening shu kasbiy kesilim bor, dangada shu yangi bir narsani ko'rib qolsam, nima deb kirishib bo'ldim-ku. Ishxonangizda bormi bu? Bor, ishxonada bor. Siz tushuntirib qo'ysam. Oy, rahmat deb bo'ldim. Men shukunlarimni qarang, kasbiy kesal, shukunlarim chiqarib tayyor bo'ldim hozir. Mashinasini bir tushunib boqaychi deb, shu muhit saqlashtirish uskunasini. Bu muhit saqlashtirish uskunasi 2 xil. Ben 5-oyning oxiri shu ladirada o'rlashtirishda Shinjanga borgan, sog'lomlik mahsulotlarini eklanganlar. Şu yerga berib, shu Lizong deb bir ayol ekan, 30 yoshlarga kirib ketgan, shu Poskan qan texnik shirkatining bosh lideri ekan. Shu yoqlardan ko'rishib tursak, u bo'yniga nurg'un odam buni esibapti. Shundan qiziqib, bu narsani nima desam, shu havo saqlashtirish uskunasi deydi. Voy, bu o'xshashdan so'rabsiz-da. Bu Shinjanning havosi dengiz bo'yi bo'lgan bek isilda endi havosini tushunchilik yo'q. Shundaq muhitmi, ya'ni sizlar mana narsani eshitib turibsizlar desak, bu havoni saqlashtirmaydi. Bu faqat iliqimda o'pkiningki nafasinish yo'llarini, shu iliqimda odamningki kayfiyatini tanqislaydigan qo'mo, nervni tinchlantiradigan. O'shaning foydasi bor. Shuning foydasi eng muhimi o'sha qonay o'pkiningki nafasinish yo'llari, nafas yo'llariga intayin foydasi bor dedi. Hadab shuning bilan biz shu aylanaz guroyiningki shular bilan birlashib turib, buni butun bozor saldiganga biz hamkorlik o'rnatib, bu mahsulotni Shinjanga kirdik. Şinjan Aylanaz guruhi u yerda Aylanaz qahvaxonasi, xizmat, ijodiyat, do'stlar bilan uchrashish, aram ilish va kundalik faoliyatlarimni men Aylanaz qahvaxonasida o'tkazim. Sizmi o'zingizga bir aromlik bering. Aromingiz Aylanaz qahvaxonasida bo'lsin. Aylanib ketmaydigan, oz uchraydigan muhabbatlik makon Aylanaz qahvaxonasidir. Aylanaz qahvaxonasi. Aylanaz avtomobil shahar ismi bilan.
BMW Germaniya, Ferrari, Bentley Italiya, Toyota Yaponiya, Hongqi elimiz bu avtomobillarning hammasi aylin azda bor. Aylin az avtomobil shaharchisidan danglik oliy avtomobillarni bahuzur tanlab, o'zingizni qadrlang. Birli yashaydigan hayotingizda yangicha turmush huzuri suring. Sizning bu esil avtomobillarni haydash huquqingiz bor. Aylin az avtomobil shaharchisi. Harakat sog'lomlik, boylik demakdir. Ruhiy va jismoniy sog'lomligingiz ömürlik orzuyingiz bo'lsin. Kuchlik, sog'lom bo'lay desangiz, ruhliq, yashir turay desangiz, Aylanaz Babur Body badan chiniqtirish markaziga keling. Kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi, haqiqiy chiniqish orzuyingiz Babur Body chiniqish klubida qaror topsin. Adresi Şinjan Taşım metro bekiti, ya'ni Star Soda Sarayıning 5-qavati. Mushu yillarda biz sog'lomlikninki naqadar muhimligini texmo bir qadam tunib yetgan bo'ldik. Hozir mushu shahar aholilarininki havo mushu muhitida ko'pligan mushu bulg'unishlar ig'ir. Har qaysi zavod, korxona degandek o'rinlarda ishlab chiqarish sanoatininki kuchli taraqqiy qilishiga asosan mushu shahar aholilarininki mushu muhiti mushu soplik darajasi tuvallab ketib bordi. Endi buningga qarta davlatimiz har turli tadbirlarni qo'llanayotgan bo'lsa-mu, ammo bizmi bir korxonchi bo'lish sifatimiz bilan o'zimizningki eng yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqarib, havoninki soplishiga bir aktiv to'hfa qo'shishimiz kerak. Shuning uchun Aylanaz guruhimiz mushu havo soplashtirish uskunasini bozorga silish holatda buni biz eng qulayli holat ishlab chiqardik. Unda sizlar tunji bo'lib kirdinglar. Tunji bo'lib kirdik. Bu mahsulotlarni ikki xil chiqib ketgan. Birisi yon deb turgan havo saqlashtirish, birisi o'sha oila, ishxona, idora jamiyat. Undan keyin o'sha maktab, undan keyin lift deymiz, taksi, mashina, ish qilib odam balik o'rin qo'yib qo'ysak, o'sha 20 pinfon oraliqdagi muhitni saqlashtirib berdik. Buniki muhit saqlashtirgan joyda faqat havosini saqlashtirmaydi. Buningda mayli chang to'zon bo'lsin, mayli kasallik mikroblar bo'lsin, undan keyin o'sha ustutak qisqasiga tezlik puroqlardan. Undan keyin o'sha kichik bolalar uylarda hozir kompyuterlar, televizorlar, xil elektr uskunalardan radiatsiya chiqadi. Shu radiatsiyalardan 99% saqlaydi. Buningkidan paydo to'rlardimi, buningkini surishtirsanglar hamma nimadir aniq chiqadi. Buning ichida yana bizniki mana. O'shuninkida mana 99% deb havo saqlashtirish nimasi. Kapalatga yetganda unda bu endi xalqaro patent huquqiga erishgan mahsulotlar ishkilasi uchun. Undan keyin bu shu davlatimizda emas, balki chet davlatlarning 40 necha davlatningki hozir shu tashib setilayotgan alayda mahsulotlar. Endi buning ichida hozir mundaq ikki xil bir may chiqadi. Ana Mani o'xshash kichik may chiqadi. Suyuq may ekanda bu. Xushpuroq may ekan-ku. Xushpuroq mayni biz oilalarda yotoq uylarimizga qo'ygan chaqda maning kaynini ichib, o'shani ichiga sep qo'yib, ustidan ishqib tekin besib bersak, buningda xushpuroq modda chiqib, oilaning kelib havosini saqlashtirgandan sir xushpuroq modda bizningki mingimizni tinchlantirib, uyqumizni yaxshilab, o'zimizning kayfiyatini tanshab berdi. Kişiler daim tağdala yoki bepoyon dengiz sohillariga berish orqali sog'lomlik maqsadiga yetishni nishon qiladi. Sop havo kishiga ozodlik va jo'shqin ruhiy holat ato qilib qolmay, u yana kishilarning aqliy tafakkurini urg'utadi. Shundaqli yana odam badanidagi har qaysi a'zolarni yetarlik oksigen bilan ta'minlab, bu a'zolarning sog'lomligi uchun o'z rolini joriy qildiradi. Sap havoliq muhitda yashagan kishilar sog'lom bo'lib qolmay, ularning burun yallig'i, ziqqa, har xil o'pka yallig'i qatorliq kasalliklarga giribtor bo'lish nisbatimi intayin to'van bo'ladi. Unda bu may tugab ketsa, odatda bizning shu talla bozorlarida, ashunday yerlarda shu xushpuroq maylarni sotadigan, baxtli qimmat emas ekan bu. Uni nurg'a qilib ishlab berdi. Shu may o'zi 6 oy yetadigan. 20 yil demak. 20 yil yetadigan ishkisi. Endi buning kelaqi ishlatish muddati, o'sha o'zi ishlatish muddati 3 yildan 5 yilgacha. Endi buni faqat biz to'qqichni yoqib qo'yaplan, to'qqiz zaradlar qo'yaplar, ishlatamiz. Ishlatmagan chaqda to'qdan elibassak bo'ldi. Bevosita biz bunda biz uchratsak bo'ladi. Mana bir qitim bassangiz, normal holatda uyning havosini saqlashtirdi. 20 pinfarlikdagi. Ikki qitim bassangiz, mana mayninki xushpuroqi sirtqi tarqalib chiqib, muhitni saqlashtirdi. Texnik kuchlik.
xizmat qilganda Azadlik atakida. yana bir qitim bo'lsa 300. Demek bunun közgün faydası var mı? To'g'ri. Közgün faydası var, nafas yo'lg'in faydası var, mingni tinchlantiradigan faydası var, ro'y altimizni saqlaydigan tashlaydigan bunaydi unumi yaxshi. Bular xizmat qilayotganlarga nisbatan mal ustal qo'yib qo'ydig'ini naydi yaxshi. Buning xizmatdagi jiddiychilikni tugitadi. Dezinfeksiya mashinasining tarkibi ultrabinafsha nur orqali dezinfeksiya qiladi. Fotokataliz, ozon gazi, negativ ioniz, aktiv karbon qatorliq 5 xil dezinfeksiya usuli orqali havodagi turli virus va bakteriyalarni unumli simirib olib, havoni saqlashtirib, bakteriya va virusni oksidlab, parchalab, har xil kasallik viruslarni yo'qotadi. Abayada mush sesiq puraq anadagi mush istiteklarni yo'q qildi dedingiz. Endi bu qanday yo'q qildi? Bu ishchidan puraq chiqarib yo'q qilamdi yoki ashnimida akirkitamdi puraqlarni qanday? Bunga asosiy tarkibli fuliza deb qo'yganimizcha hozir hamsi qancha. Mush bu ekanda. Hukumatning ijozatlarini beramiz. Bariq deymiz. Mana shuningki kech Xitoy tarqataq 99% chiqarib beradi. Demak, haqiqiy kapolat bilan setisizlarda. Unda bo'lsa-da hozircha bu ikki xillanma, yana boshqa xillari yo'qmi? Yo'q, boshqa xil. Unda birayligimda qistirib qo'ydigan, savoldigan nusxalar. Hozircha bu ikki xilni chiqarib. Eng ilg'or texnika shundaqmi? Bundan keyin texnik chiqishi mumkin-da. Masalan, bo'yniga isivasimi bo'ladigan, uningdan boshqa shu mashinalarningki ichiga qo'yib qo'ysin bo'ladigan, oilalarga yoki kutubxonalarga yoki qahvaxona degandek mushtaq odam to'plashadigan o'rinlarga qo'yib qo'ysa, odatda shu havoni saplashtirib oladigan, ya'ni sap havoni sumirishimizga foydali yaratib bera oladigan, uningdan boshqa bo'yniga isib oladigan uskunimiz bo'lsa, atrofdagi bakteriyalarni o'ltira oladigan, shunday xususiyatga ega bo'lgan havo saplashtirish uskunisini bozorga saldik. Buningdagi bizningki maqsadimiz keng xalqimizningki sog'lomligiga texmi ko'ngil bo'lib, mana shundaq isil mahsulotlarimiz orqali keng xalqimizni texmi rozi qilish va ularningki qo'llashiga va e'tirof qilishiga erishishdan iborat. Shuning uchun barliq aziz do'stlarimizning o'zining sog'lomligiga texmi bir ko'ngil bo'lgan asosda har vaqt sog'lomligini yaxshi qo'g'dishini chin qalbimdan tavsiya qilaman. Biz program gruppasidan mushu Oynaz G'oroy to'g'riliq ziyoratlarni yapadiqchu. Oldingi son programmalarimizda hamda moqitim alayda bir yangilik bo'ldi-da biz uchun. Rahmatida darhol hamda so'g'atlik avatmasangiz bo'lmaydi bizga. Chaqchaqada. Mushu Nadira liderimizningki o'ziniki yetaklashi ana ashu liderimizdagi endi o'zi kichik bo'lsa-mu, ahning ziyodligiga biz mamamiz vaqtlarimizda ayran endi qo'l qo'yamiz liderimizga. Shunchalik jafoat chekib endi hamamizni mana shunday yo'l boshlab bizga yaxshi sharoitlarni yaratib, yaxshi fursatlarni berib, bizga mana shunday yaxshi mahsulotlarni akirishimizga mayli yaxshi bir fursatlarni yaratib berdi. Mana shu fursatdan Nadira liderga rahmatimni aytaman. Nadira liderning bu tekishlarining texnik yaxshi bo'lishiga tilakdashman. Çoğun iş qila oladiganlarning 10 cho'ng aloyidligi tövandikidek. Yolg'izlikqa ko'nik. G'eribsinmaydi. Azobni yengalaydi. Besimni ko'taralaydi. Iziqib ketmaydi. Qiyinchilikni yengalaydi. Zarbaga bardoshlik beralaydi. Yuzi to'kilishdan qo'rqmaydi. Mas'uliyatni dadil ustiga ola oladi. Ruhini urg'utib turadi. Aylin as Rahmatida unda qo'y sizni avor qilib qo'ydim, malol qilib qo'ydim, gap tutib qo'ydim-da. Unda bo'lsa men xizmatim davomli qilaveray. Men buni hozirlam chiqiblam setib bilib, men o'zim ishiltib yiqib, amaliyatini o'zim bir ko'rib boqaydim, ha. Ma'qul rahmatida unda bo'lsa, rahmat sizga. Bo'ldi, rahmatida.
yaxshimisiz? Dilara bugun og'rib qoldi. Zukam buqqaga o'xshaydi. Bugun bir kun ruxsat so'rayli degandik. Ha, Dilara og'rib qoldimi? Aya bir qancha ota-onalar telefon ruxsat so'rdi. Undaq bo'lsa tezroq doktorxonaga olib boring. Bo'ldi muallim, men hozirla doktorxonaga olib boray. Qish fasli zukam va har xil yuqumli kasallarning avj oldigan mezgili bo'lib, sovuq havo ta'sirida har xil o'pka kasalliklari osonli paydo bo'ladi. Ota-onalar bolalarning og'rib qolishidan ansirab, har xil amallar bilan ularni virus va mikroblarning ta'siridan saqlashga tirishadi. Şinjan Aylin Az guruhi yanda elib yurishga qolaylik bo'lgan mana bu dezinfeksiya uskunasini Şinjan bozoriga elib kirgan bo'lib, bu uskunaning virus o'ldirish, dezinfeksiya qilish roli alohida kuchlik. Söygüsüz ılımaz köngüller üyi, Cüptildi içilsun visal gülleri, Mihir söygümüzde saldık daskan, Dost yaran qerindaş, aziz durman. Azade Ali muhit, mazilik taamlar, visal toyları, kutluk əstilik güller, en kıymetli özünüz ve dildaşlarınız için katli didarlışış menzilgahi, Aylin Az guruhi Tiyanshan Gülü restoranı. Özünüzge mas, isilliğinizge xas jayda hayatın çin ma'nisini his qiling. Şu isil joy dal Aylin Az guruhi Tiyanshan Gülü restoranıdır. Aylin Az guruhi Tiyanshan Gülü restoranı. Men qalb dasturxonimni tatliqtamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egaligimga, go'zal, hashamatli tez tamoqxonamga gul keltirib, Aylin Az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, Aylin Az taomlarida men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom, hayotda kulli bayram. Aylin Az taomlari, Aylin Az. Bugun men moshundaq go'zal, manzarlik joylarga kelib, sop havoda nafaslangach bir kunimni shundaq yaxshi, ma'nili, xo'shal o'tkazdim deb aytalayman. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu son programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashmoqchi bo'layotdi. Kelaksan programmamizni ko'rishgacha ekran oldidagi ko'ruvchilarimizdan tindan salomat bo'lishni umid qilamiz. Kelaksan ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Zhongjihui Karxanachilar klubining muavin raisi. Zhongjihui Karxanachilar klubi Şinjan sho'bisining boshlig'i. Şinjan Huajao savdogarlar birlashmasining muavin boshlig'i. Şinjan Aylin Az guruhining lideri Nadira Abduqayyum 2020-yil 10-oyning 23-kuni tushdan keyin Beijing shahri Tongzhou rayoni Nanshaozhuang kentiga joylashgan Beijing Lozhou Hamibab Avasiya cheklik shirkatida Beijing Tianzhou Hambahri Avasiya mulozimat maslahatchilik guruhi bilan Hamibab Avasiya turi bo'yicha kelishim imzoladi. Kelishim imzolash va turi haqidagi tajribalarni o'rtoqlashish birgalashtirilgan bu faoliyat boshlanishdan ilgari mamlakatimizning har qaysi joylaridan kelgan 300 dan ortiq donliq korxonachi, tur hamkorlik boshlamchilari va peshqadam ustozlar Lozhou Hamibab Avasiyasi tikuchar klubida taqlidiy tikucharni haydash va tikucharda o'ltirib sayohat qilib, Hamibab Avasiyasining xususiy aeroplan turi va tikucharda sayohat qilish turini naq maydonda tushunish, amaliy his qilish faoliyatiga qatnashdi. Ham o'zaro fikr almashtirib, bu turga bo'lgan qiziqish tushunchalarini o'rtoqlashdi. Biz yo'l ochquchi. Bu yo'lda bizlar emas, hammamiz mangamiz. Biz yangilik va fursat yaratmoqchi. Bu fursatlarda sizning haqqingiz bor. Bitmas ajr, uzilmas ijod, dushqun zihn, ormas ugunish ruhimiz bizni yuksak ko'k parvoz qildirdi. Yemak, ichmak, kiyim-kechak, chiniqish, uy-mulk, avtomobil, madaniyat qatorliq necha o'nlagan shirkat va savdo nuqtamiz bizning emas, talay azizlarning suyunishi va ajr mevasi. Aql idrokimiz, mangulik izdinish ruhimiz hammamizning baxti uchun. Aqlingizda, samingizda bo'lg'ayki, Aylin Az guruhi bizning emas, u sizning hammamiz.
Aylin azda köpning ajri, köpning töhfisi. Aylin az guruhining dono, tadbirlik, oqil rahbarlari bizni go'zal atiga boshlamoqda. Mushundaq katta natijalarimiz va qo'llashda Aylin az ahliga texmi rag'bat va umid ato qilmoqda. Ey Aylin az, yanimi ko'kka qil parvoz.